Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar, opa-singillar. Mana bugun 15-kun Ispaniyadan. Ispaniyada yotibman. 15 kundan beri qimirlaganim yo'q. Bir joyda yotibman. Kartalar qulflangan. Avans pul hech narsa tashlab bergani yo'q. Sababi 15 kundan yotgan bo'lsak, o'sha o'zi aslida bu yerdan ketishimiz kerak edi, zakazlar berish kerak edi. Даже dizel olishga karta berilgan bizga dizel uchun. Даже o'sha kartalar ham qulflangan, dizel ham ola olmaymiz. Misol uchun dizel tugab qolgan paytda ham. Endi kelsak, buni haqiqiy nima desam bo'ladi? Mavzuga qaytsak. Nima uchun yopildi bu ishxona? Ya'ni yopilgani yo'q. Nima uchun vaqtinchalik qulflanni yoki pul tashlamayapti? Nima uchun zakaz bermayapti? Sababi mana bugun 15-kun desak agar, shu kundan beri men faqat zakaz yo'qligi uchun yotibman deb o'ylasam, hozir ayrim misol uchun o'zimni o'sha nima desam, birga ishlayotganlar bilan gaplashdim, keyin o'sha ofisda borib kutib turganlar bilan gaplashdim. O'tgan yili xuddi mana shu paytda, lekin imенно hozir 1 oy oldin bo'ldi, 1 oy keyin, ya'ni aprel oylariga bir oy yoki 1,5 oy ishxona qulflanib qolgan edi, ya'ni hisob raqamlari, pul tushmagan edi. Bizlar o'sha paytda misol uchun qulflanib qolgan paytda Fransiyada o'sha paytda 21 kun yotgan edim. 21 kun yotgandan keyin o'zimizning kartamizga pul tashlab bergan edi. Чтобы tez Polshaga qaytishimiz uchun. Keyin pul tashlab o'sha bilan Polshaga qaytib borganmiz va Polshada ham 1 oy yotganmiz. Ishxonamiz ishlamagan, ya'ni qulflanib qolgan edi. Keyin bu yil nima bo'lyapti? Bu yil hozir endi o'tgan yil ham o'zi unga yaqin edim, Polshaga yaqin edim. Hozirgi kunda men Ispaniyadaman, ya'ni bu yerdan to Polshagacha 3,5 ming kilometrlar bo'lishi kerak adashmasam. Shu uchun shu sababli hozir menga pul tashlab bergani yo'q. Polshaga chaqirgan yo'q, chunki katta pul kerak bo'ladi Polshaga yetib borishim uchun. Bu ularga ancha zarar. Undan ko'ra bega yotganim ma'qul meni va oyligim ketgani ma'qul deb aytdi o'zlari. Bugun gaplashganimga. Yaqinda ochilib qoladi dedi. Mana juma kunimi yo bo'lmasa dushanba kuni ochilib qolish ehtimoli bor, katta ehtimol bilan dedi. Daming olib tur dedi, keyin ishni boshlaymiz dedi. Xullas, oylik masalasi nima bo'ladi? Bizlar oyligimiz nima bo'ladi? Yotyapmiz. Mana o'tgan safar ham Fransiyaga 21 kun yotganman. Mana hozir ham mana 15 kun yotib bo'ldim. 15 kun yotib bo'ldim. Yana dalish ketyapti. Agar yana kamida bir hafta yotishim mumkin. 20 yana 21 kun. Oyliklar nima bo'ladi? Bu oyliklar qayerga ketadi? Qaydan olamiz? O'sha o'tgan yil oyligimizda borgan paytimizda o'zim aytgan o'sha yerda ukrainlar, aslida ukrainlar ko'proq yomonlaydi ishxonani. Lekin o'zlari misol uchun 10 yildan beri, 5 yildan beri, 7 yildan beri, 3 yildan beri, 4 yildan beri lubo ishlatgan odam ham rosa yomonlaydi, lekin o'zi ketmaydi boshqa joyga, o'sha joyga ishlayveradi. Lekin sizga yomonlaydi misol uchun ishga borsangiz agar. Men o'zimga ham xuddi shunaqa bo'lgan. Borgan paytimda o'sha misol uchun bir 21 kun dam olib borganimizda, yotib borganimizda, ish bo'lmaganligi uchun yotib borganimizda u yerda aytgan menga. Nima bo'lyapti hisob, endi so'raysizmi? Qiziqib so'raydi, oyliklar nima bo'lyapti? Nima qo'yapti? O'sha paytda aytgan edi ular menga. Ya'ni o'sha yotganimizga minus qilgan, pul bermagan, faqat ishlagan kunlarimizga pul bergan deb ichimizga tushirgan edi-da. Xullas, ayniti bizlarda shu yerdan tez qadamni quritish kerak edi. Xullas, ishxonamizga ko'p odam kelsa, odamlarga yoqmaydi. Shu uchun qadamini quritishga harakat qilishadi. Aslida ukrainliklar. Keyin переводчикka yordam so'rasangiz ham noto'g'ri перевод qilib berasiz deb gapingizda, keyin kuladi ustingizdan. Mana belarusliklar konkretni odamlar, yaxshi taniyman ko'pini, hammasi konkretni bolalar. Belaruslar yaxshi yordam qiladi. Ana endi kelsak, o'sha payt keyin hisob-kitob bo'ldi. Hisob-kitobga kirganimda bir kunini ham minus qilgan yo'q. Misol uchun 21 kun Fransiyada yotdim. 6 kun Italiyada yotdim, общий 28-30 kun yotdim, общий hisob-kitob qilganda endi 30 kun yotganimga bir so'm ham minus qilmasdan oyligimni to'liqligicha bergan. Hech qanaqa minus qilmagan. Faqat nimaga minus qilishi mumkin? Agar siz radarga tushsangiz, radarni o'zingiz ayb bilan tushadi, chunki planshetda ham ko'rsatadi, telefoningizga programmalari bo'ladi, keyin hamma joyga o'zini znaklari bor. O'sha znakka qarab yurishingiz kerak. Endi ko'pchilik qarab yuradi, ayrimlar qaramaydi, lekin shtraf to'laydi. Shtraf to'lagandan keyin nima qiladi? Kompaniya yomon, kompaniya unaqa, kompaniya. O'zingizni aybiz bilan qilganingizdan keyin kompaniya yomon bo'lmaydi, o'zingiz aybdor bo'lasiz. Xullas, radarlarga qaytaradi, misol uchun oyliklaringizni, farqi yo'q. Keyin yana nimaga qaytarishi mumkin? Misol uchun siz tushdingiz yukingiz bilan, siz pergruz bilan tushdingiz. Pergruzga shtraf qiladi. Hamma joyda har xil shtraf qiladi. Italiyada o'sha payti, xabarlaringizni o'sha videosida ham qilganman. 3750 euro shtraf qilgan.
menga Italiyada. Keyin o'shani pulini firma to'lab bergan. O'shani ham ko'p ukrainlar aytdi, sendan minus qiladi, sen tamom ketding, sen unday qilasiz, sen bunday qiladi. U ham bo'lmagan gap ekan. Bir so'm ham minus qilgan yo'q. Mendan nimaga minus qilgan? Men shu vaqtgacha bir marta, ikki marta shtrafga tushdim firmamizga. Nima uchun shtrafga tushdim? Bir marta kechasi endi yangi boshlagan paytim, hali kirganimga bir 2 hafta bo'lgan edi. O'sha payti Italiyaga polni platni yo'ldan yurish kerak bo'lgan, lekin men undan xabarim bo'lmagan platni yo'ldan yurishga. Bilmaganman. Faqat besplatni yo'ldan yurganman. Keyin misol uchun ko'p vaqt berilgan, platni yo'llarga ham pul tashlab berilgan ekan kartamga. Keyinchalik men bildim bu narsani. Keyin xullas charchaganman, tez yetib borish kerak. O'zi aslida platni yo'ldan yetib borsangiz agar o'rtaga bir kun vaqt qoladi. O'shanaqa Italiya taraflarga ancha vaqt beradi. Lekin men besplatni yo'ldan polni yurganligim uchun uspit qila olmaganman. Ya'ni tez yetib borishim kerak edi. Ertalabgacha, oqshom 12-1 gacha haydaganmen, charchaganmen. Ko'zim ketib qolgan. Shu borib o'rtaga yana bo'lardi. Bardiyor demda, o'sha bardiyor bo'lardi uzun-uzun. O'sha bokovoy oyna bilan borib urganimga birdan turib ketganmen va bir qarasam bokovoy oyna yo'q. Param parchasi chiqib ketgan. Vobshe yo'q bokovoy oyna. Keyin shuna qarasam yo'limga zapravka bor ekan. Sraz zapravka o'tdim-u, zapravka to'xtadim. O'zi kelgan uyqu ham vobshe yo'qolib ketdi. Kayfim qochib ketdi. Keyin chiqdim, kechasi 12 dan 1 atrof, 1:30 shu atrofida edi. Borib qarasam, ular borib qarasam emas, mashinaga qarasam, oynasi osilyapti. Endi simlar bo'ladi, ichidan toklar ulangan bo'ladi. O'sha toklar osilib qolgan, yerga sharpillayotibdi. Uzun bu. O'sha toklar endi uzilib ketgan, lekin aql pastga tushib ketmagan. Lekin bir xil parchalari pastga tushib ketgan oynani. Orqa tarafdagilari bir xillar tushgan, bir xillar shiga turibdi ekan. Xullas nima qildim? Chekkiga oldim-u, oynalarni qo'limdan kelgancha yopishtirdim, skoch bilan aylantirib yopishtirib qo'ydim. Keyin qachonki o'sha bazaga qaytganimizda o'sha oyna uchun 100 euro shtraf qilishgan. 100 euro o'sha uchun to'laganman. Bitta shtrafim o'shandan keyin. Yaqinda yana bitta shtraf qilishdi. Ispaniyada u uchun nimaga bo'ldi? Misol uchun ko'p kishi telefon qiladi menga, ko'p kishi gapiradi. Nimadir bo'lib juda past gapirgan ekan, naushnikka ham zaryadkasi tugaganida telefonni shunday o'sha menga telefon bo'lgan paytda ovoz kelmadi. Mana undan baland bo'lib kelmadi. Keyin qo'limga oldim, bunday qilib ketayotdim. Quloq tagiga olib kelib ketayotdim. Pastdan oynaga qarab beraman. Shu xayol ketib qopti-da telefonga. Xayol ketib qopti. Shu uchun ko'p kishi aytadi, nima telefonni ko'tarmaysan? Telefon ko'tarish opasni. Bitta telefonni ko'tardingizmi, 100 euro shtraf, kamida 100 euro shtraf qiladi. Bo'lmasa agar 200 euro, agar joyida to'lamasangiz 200 euro shtraf qiladi. Agar uni ham to'lamasangiz agar uyingizga xat jo'natadi O'zbekistonga. MEPdan u keyin 5-6 barobar, balki 10 barobar ham to'lash mumkin. Hozir yaqinda mana Zalotoy Korondan kim qarz olgan bo'lsa, hammani uyiga xat kelyapti. 10 barobar, 100 barobar qilib to'layapti. Xuddi o'shanaqa bo'ladi. Endi mavzuga boshqani almashtirmay. Xullas telefonga ana shunday qilib eshitib ketayotdim o'sha odamning gapini. Militsiyalar ko'rib kelyapti ekan, kuzatib kelyapti ekan, qaradi-yu, bunday qildi. Qani tayoqchasi bor, ichiga dumaloq tochgan rasm bor. Bunday qildi. Orqasidan haydadim, chekkiga to'xtadik. Dedi, telefonga dedi qo'lga ushlash mumkin emas dedi. Telefon gaplashish mumkin emas dedi. Hay dedim. İşte hujjatlar berdim. Yukka hech narsa problema qilgan yo'q. Boshqa hech narsa vizalarimga, misol uchun vizamni so'rab o'tib ketgan meni. Faqat qizil pechat bilan yuribman. Ularga hech narsa degani yo'q. Faqatgina o'sha telefonga 100 euro shtraf qildi. Srazi o'sha joyida to'ladim. To'ladimki, ishxonaga borgan paytim ishxonani anosidan to'lagan edim. Aytdim, militsiya ushladi. Pul tashlang dedim. Pul tashlab beradi ular. Muammo qilmaysiz. Siz misol uchun o'zingiz aybiz bilan bo'ladimi, ularda aybi bilan bo'ladimi, pulni tashlab beradi. Cheklarni olasiz. Erta borganingizda ularga tegishli shtraf bo'lsa agar sizga ring demaydi. Agar shtraf sizga tegishli bo'lsa, bu nima uchun deydi? Siz aytasiz, bu misol uchun telefon shtrafi. Bo'ldi, bu nima bo'lsa o'zingizning oyligidan minus qilamiz deydi. Xo'p, gap yo'q. Tamom, minus qiladi, shu bilan hamma baxtli. Xullas, shu vaqtgacha mana 1 yildan ham o'tdi o'sha ishga kirganimga, ishlayotganimga. Shu vaqtgacha ikkita shtraf yegan bo'lsam, ikkalasi ham o'zimning aybim bilan bo'lgan. Boshqa shtraf yeganim yo'q. Qolgan hammasi firmaning o'zidan bo'lgan bo'lsa, firma o'zining shtrafini o'zi to'lagan. Xo'p, endi kelsak, aka-ukalar, ko'pchilik aloqa chiqyapti ish masalasi bo'yicha, BC kategoriya bo'yicha, B kategoriya bo'yicha, E kategoriya bo'yicha hozircha menda yo'q. BC kategoriya bo'yicha endi yangi yildan oldin video qo'yganman oxirgisini ish vakansiya bo'yicha, ya'ni o'sha payt ko'p odam qabul qilgandi. Bizlardan ham adashmasam yangi yildan oldin bir 4 kishimi 5 kishi ishga kelgan. Shu kishilardan hozir danli moment adashmasam 2 kishimi ishlayapti. Qolganlari
kadensiyasini tugatib o'zini ishiga ketib bo'lgan yoki kimdir kelisha olmay ketgan, xullas hammada har xil sabablar. Keyin yana bir kishi bitta masala, bir kishini chaqirganmiz, u kishi ham ishlaganida Italiyaga mashina buzib qoldi. Mehmonxonaga yotgan, bir oy davomida pulini tashlab bergan, hech qanaqa muammo qilgan, pulini tashlab bergan, keyin bazaga qaytgan, hisob-kitob qilganda o'sha mehmonxonaga kirganingizda siz o'sha mehmonxonadan faktura, ya'ni firmani otiga faktura olishingiz kerak bo'lgan ekan. O'shani bu akamiz olmagan. Lekin cheklarini hammani cheki bo'lgan, lekin fakturasi olinmagan. Fakturasi olinmaganligi uchun o'sha 1 oylik mehmonxona pulini o'sha odamni, misol uchun 1 oyini ishlamagan, lekin ishlamagan bo'lsa ham oyligiga ketaveradi. Hech qanaqa minus qilinmaydi. Deylikki, 1 oyga o'sha 9000 zlot, ya'ni 2500-2600 dollar ishlagan bo'lsa, kuniga 50 dollardan 50 yevrodan mehmonxonaga to'lagan bo'lsa, u ham 50 yevro esa 1,5 yevro bo'ladi. Xullas, o'sha mehmonxona pulini o'sha kishining o'zidan minus qilib olgan, keyin o'sha kishi kelisha olmay qolgan pulni olib chiqib ketgan ishdan. Yana bir kishi keyin ishdan chiqishiga ketaman deb qo'ygan. Men ko'p kishiga aytaman, ishdan chiqayotgan payti ketaman deb aytmaslik kerak, chunki ketaman deb aytsangiz, bu yer sizda ishingizni cho'zadi, ya'ni pulni beradi, lekin rosa cho'zib beradi. Agar yo'q, men ketmayman, dash ishga chiqib ketaman desangiz, agar sizga g'ing demaydi, siz pulingizni beradi, pulingizni olasiz, mashina qo'yib ketyapsiz, sizga hech kim g'ing demaydi, o'sha pulingizni olib ketaverasiz. Lekin ketayotgan paytingizda men ketaman deb qo'ysangiz, mana shu sizga xato bo'ladi. Shu uchun imенно bizlar firmada ishlayotgan, ya'ni o'zimga tegishli bu gap, ko'proq o'zimiz firmalarga tegishli, ketayotgan payt ketyapman deb aytmaslik kerak. Pulni olish kerak, ishga chiqaman deyish kerak. Keyin pulni hammasini beradi, pulni hammasini bergandan keyin xohlagan joyingizga ketsangiz bo'ladi, pulingiz qolib ketmaydi. Mana shunaqa. Vakansiya bo'yicha vakansiya hozir bizda vakansiyalarimiz yo'q, afsuski. Lekin mana ishlar hozir yopilib o'tgan yil ham firma bir quflanib qolgandan keyin, ochilgandan keyin qaytadan keyin odam olishni boshlagan edi. Endi bu o'tgan yil aprel oyida firma yopilgan bo'lsa, may oyidan qaytadan odam olishni boshlagan edi. Bu yil ham endi misol uchun hozir mana fevral oyini 20-sidan quflangan bo'lsa, agar 20-silardan quflangan bo'lsa, demak mart oyining o'rtalarida ochiladimi, endi bilmayman, mart oyining boshida ochiladimi. Xullas, boshlangandan keyin, ishlar sal yurgandan keyin aprel oyidan yana vakansiya ochilish ehtimoli bor, katta ehtimol bilan. Lekin bitta narsani aytib o'taman, shu gaplarni o'rtasiga, ya'ni ma'lumot, aka-ukalar, bu ishga, bizning ishimizga nalog to'lamaydi. Siz yana bu yerda ishlasangiz, nelegal bo'lib ishlaysiz. Keyin yana bitta narsa, shu yerda darrov kimdir chiqishi mumkin. Unaqa nalog to'lamasa menga nima kerak? Bunaqa nalog to'lamasa deport qiladi, unaqa qiladi, bunaqa qiladi. Bu shu qanaqa joy bu joy? Bu joy misol uchun pol Yevropaga yangi kelgan odamlar bo'lsa, mana shu yo'nalishga qiziqayotgan bo'lsa, misol uchun boshida bir 2-3 oy, 4 oygacha ishlab olish uchun yaxshi joy. Bu yerdan professional bo'lib chiqib ketasiz, to'g'risi. Professional bo'lib chiqib ketasiz. Boshqa joyga borsangiz ham siz o'sha professional shofer bo'lib o'tasiz. Bu birinchisi, yangi kelganlar uchun. Ikkinchisi yana kimlar uchun? Ikkinchisi, kimni hujjati bo'lmasa, misol uchun nelegal bo'lib yurgan bo'lsa, misol uchun Litvagami, Latviyagami, Slovakiyagami, Bolgariyagami kelgan bo'lsa, qo'liga kartasi bo'lsa, lekin kartasini u ishxonasi annulyut qilib yuborgan bo'lsa, agar siz hujjat qila olmayotgan bo'lsangiz, lekin siz ishlash niyatingiz bor, nalog palog menga farqi yo'q deyotgan odamlar uchun, ya'ni nelegal, Xudoga shukr, nelegal odamlar uchun yaxshi joy. Chunki nimaga yaxshi joy? Sizni nelegal bo'lasizmi, legal bo'lasizmi, bu yerga farqi yo'q. Chunki siz misol yo'lda deport bo'ladimi, deport bo'lmaydimi deganlarga, yo'lda o'zi bizlarga ko'proq mana bu Germaniyalardan zakaz bermaydi. Chunki aytib qo'yganman men boshida, o'sha ishxonaning o'zida meni vizam prasrochenniy bo'lgan, karta papetaga topshirib qo'yganman, pechatim bor, lekin hali chiqqani yo'q. Lekin o'sha nelegallar bilan ham Germaniyaga juda qattiq tekshirishadi. Ya'ni bizlar endi har xil yo'llardan berishadi, uni aylanib kanallar girdi bilan, o'rmonlar ichi bilan o'tib ketamiz bir balo qilib. Lekin zakaz kam beradi Germaniyaga, dokument yo'qlarga. Nima uchun? Chunki Germaniyaga tekshiruv juda kuchli. Bizlardan misol uchun o'tgan yili bir kishini o'sha nelegal bo'lgan, karta papetaga topshirgan bo'lgan, faqat pechat bilan yurgan bo'lgan, Germaniyaga ushlab deport qilib yuborgan Germaniyadan. Endi hozir u odam qayga u haqda vaqti ma'lumotim yo'q. Sen qanday qilib yuribsan deganlaringizga, akalar, men Germaniyaga kirmayman, faqat
o'sha qaytishga bir kirishi mumkin, keyin Polshadan chiqishga bir kirishi mumkin Germaniyaga. Boshqa kirmayman. Unga ham zakaz через, misol uchun Germaniya bo'lsa agar, atak zakaz mana Italiyaga bo'lsa, yo bo'lmasa Slovakiya, Sloveniyaga bo'lsa, u tarafdan kelsa bo'ladi, aylanib. Germaniyaga umuman kirmaysiz. Endi nima demoqchiman? Mana shu vaqtgacha Xudoga shukr, ko'z tegmasin. Maqtanish niyatim yo'q, lekin shu vaqtgacha qayga to'xtatgan bo'lsa, menga hech qanaqa muammo qilgani yo'q. Faqat yukimni hujjatini tekshiradi, pravamni tekshiradi, bo'ldi. Boshqa hech narsa qilmaydi. Misol uchun shtraf qilsa, pergruz bo'lsa yukka shtraf qiladi, yo bo'lmasa taxo yo'q deb taxoga shtraf qiladi, yo bo'lmasa yana nima deydi? Xullas shunaqa mayda-chuyda narsalarga shtraf qiladi, shtraf to'layman. Dalishi oq yo'l deydi, ketaver deydi, senga hech qanaqa muammo yo'q deydi, ketaveraman. Xullas ana shunaqa aka-ukalar. Vakansiyalar xudo xolasa ochilib qoladi. Katta ehtimol bilan yana bir oylardan keyin xudo xolasa ochilgandan video qilishni boshlayman. Men o'zim ham hozir Ispaniyadaman. Ispaniya Madridga yaqin joyda Parla degan joydaman. Parlaning sentralniy joylarida katta trassani yonida turibman. Xullas, hozirgi ma'lumotlar mana shulardan iborat. Keyin yana bitta narsa aytmoqchiman. Yevropaga topshirmoqchi bo'layotgan aka-ukalar, opa-singillar, Yevropa, ya'ni imенно Polshaga topshirmoqchi bo'lganlar, ya'ni Polsha biza topshirgan, misol uchun 2 yil oldin kelgan hujjat topshirgan bo'lsam, o'sha paytlari ham qiyin edi. Hozir ham qiyin. Ya'ni hech qanaqa, misol uchun Polsha oldindan qiyin bo'lgan, hozir ham qiyin. Buni hech kim vizasini garantiyasini bera olmaydi. Men ham garantiya bermayman, mendan boshqalar ham garantiya bera olmaydi. Misol uchun normalniy odam hech qachon Polshaga garantiya bermaydi. Polshaga priglasheniyasiga garantiya berish mumkin. Misol uchun priglashen chiqarib bera olaman deb. Lekin vizaga hech kim garantiya bera olmaydi. Normalniy odam hech qachon vizaga garantiya bermaydi. Vizani elchixona hal qiladi. Keyin o'zingiz suhbatingizga bog'liq. Shunaqa aka-ukalar. Hozir ko'p anolar eshityapman, ko'p firmalar chiqibdi, sizga garantiya deyapti ekan. O'sha Polsha vizasini eshitdim. 3,5 ming, 4 ming dollargacha, 5 ming dollarda ham eshitdim. 50% oldindan to'lov qilasiz, 50% viza olgandan keyin to'lov qilasiz. Agar viza ola olmasangiz, sizga o'sha 60% pulingizni qaytarib beradi. Endi hisoblab ko'ring, o'sha 60% pulingiz viza ola olmasangiz qancha bo'lishini. Misol uchun deylikki 4 ming dollar to'lov qilgan taqdiringizda ham o'sha 10% ham 400 dollar bo'ladi. 40% 1600 dollar bo'ladi. Siz oddiygina priglasheniyga 1600 dollar to'lov qilyapsiz. Mana shuni esdan chiqarmaysizlar. Bu xatonas. Firmaga hech qachon firma orqali qilmaslik kerak priglasheniyani Polshaga. Polshaga misol uchun o'zingiz, misol uchun Polshadagi gruppalarga kirib yoki mana videolarga kirib, Polshaga yurgan odamlar juda ham ko'p odamlar priglasheniyga beradi. Hamma joyda har xil 500 dollar, 600 dollar, 700 dollar, 1000 dollargacha priglasheniylar bilaman. Polshaga yurganlar qilib beradi. O'shalar orqali qilsangiz bo'ladi, arzonga tushadi misol uchun. Firma orqali qilsangiz, firma bu yerga hayotiga kelmagan, bu yerda sharoit nimaligini ham bilmaydi. Faqat o'zimizda odamlarga yaxshi gap, chiroyli gaplar bilan gapirganligi uchun o'zimizda odamlarga yoqadi va o'zimizda odamlar shu uchun aldanib qoladi. Men faqat qo'pol gapiraman. Nimaga qo'pol gapiraman? Chunki haqiqat hech qachon hech kimga yoqmagan. Haqiqatni hech kim yoqtirmaydi, eshitishni ham xohlamaydi. Bir haqiqatni nimasi, misol uchun hozir siz ko'rib turgan bo'lsangiz, misol uchun bir jo'rangizga ham tashlamaysizda. Bu qiziqmas deysiz, o'tkazib yuboradi. Agar yolg'onisi bo'lsa, misol uchun men chiqib aytsam, assalomu alaykum akalar, yangilik, Polshadan zo'r yangilik bo'ldi. Vizaga hammaga beryaptik. Mana menga aloqa chiqinglar. Men sizlarga 2000 dollar bersalaring vizalaringni garantiya qilib beraman deb aytsam, mana bu xabarim shunday yoyilib ketadi hamma joyga. Yoyilib ketadi. Keyin hamma menga Akmaljon, bizaga vizaga garantiya bormi? Ha, garantiya bor. Pulni tashlang, desa hamma menga shunday pulni tashlab beradi. Yo'q, aka-ukalar, unaqa narsa bo'lishi mumkin emas. Hech joyga bunaqa narsa yo'q. Shuning uchun hamma joyga yaxshi gap, odamning qulog'iga yaxshi gap yoqadi. Misol uchun qo'pol gap, haqiqat yoqmaydi. Misol uchun misol uchun kimga bo'lsa ham priglashen qilib bergan bo'lsa, boshida aytaman. Men vizaga garantiya bermayman. Men viza qilib bermayman. Men hech kimni ishga chaqirmayman yoki ishga jo'natmayman. Men faqat bu yerdan sizga priglashen qilib beraman. Priglasheningiz chiqsa, sizga o'sha nima edi, navbatga qo'yib beraman. Navbatingiz kelgan paytda o'sha elchixonaga borasiz, zo'qchonlar oldiga, zo'qchonlar sizlarga hujjatlaringizni, misol uchun priglasheningizni, qolgan hujjatlaringizni bitta qilib, rasmlaringiz bilan bitta qilib tayyorlab beradi, sug'urtasini to'laysiz, keyin ichkari bitasiz. Qolgani viza olish olmasligingiz o'zingizga bog'liq deb tushuntiraman. Buni har bitta videoda, oldingi videolarda aytganman, TikTokda ham, Instagramda ham, YouTube'da ham, Facebook, hamma joyda aytganman.
Yaqinda bitta kommentarni o'qib qoldim, bittasi yozibdi. Endi qaysi kalla bilan buni yozgan men tushunmadim. Aytganki, men senga deydigan $600 berganman, men senga rozi emasman. Odamzod o'sha $600 berayotgan payting o'sha mana shu gaplarimni eshitmaganmisan? Eshitgansan juda yaxshi. Chunki men har bitta odamga boshida aytaman. Men YouTube'da ham aytaman, TikTokda ham aytaman. Men vizaga garantiya bermayman. Vizaga hech kim garantiya bermaydi. Vizani elchixona hal qiladi. O'zing suhbatingga bog'liq deb aytaman hammaga. Misol uchun mana odamlar kelyapti. Yaqinda mana yanvar oyida So'xrov aka keldi. Mana fevral oyiga 9-ga adashmasam yana bitta akamiz kelyapti. Otlar esimdan chiqib qoldi hozir. U kuni videosini qo'ydim, anosini, vizasini rasmini qo'ydim. Fevral oyiga o'qish kelyapti. 9-martlarga o'qish kelyapti. Fevralga o'qish ham viza olgan. Xullas hozir yana undan xullas 6 kishi 7 kishi vizaga kirgan, 2 kishi viza olgan, 5 kishi отказ olgan. Yana kirganlar bor, yana kutyapmiz hozir javobini. Yana javoblar chiqsa yana aytaman. Misol uchun men faqat maqtaganim yo'q. Mana mendan приглашение olganlar vizasi chiqib kelyapti. Faqat mendan olganlar vizasi chiqadi, mendan olsalaring vizalaring chiqadi deb hech joyga maqtanganim yo'q. Misol uchun aytayapman, общий aytilyapti, отказ olganlar ham aytilyapti. Mana shu vaqtgacha 5-6 ta odam отказ olgan. Shular ichiga o'zimning ukamam bor, qarindoshlarim ham bor отказ olganlardan. Shu uchun faqat men bu yerga yaxshi gapni, faqat o'zimni reklama qilib aytganim yo'q. Men har doim plusini ham, minusini ham gapirib olaman. Keyin qaror qabul qilish o'zingizga bog'liq bo'ladi keyin. Mana shu yerga yaxshilab e'tibor berib, undan keyin menga aloqa chiqsalaringiz agar bir tushuncha bo'lgandan keyin, o'sha keyin misol uchun o'zingizga noto'g'ri holatga tushirib qo'ymaysiz, meni ham noto'g'ri holatga tushirib qo'ymaysiz. Ana shunaqa ko'kalar. Bugungi berayotgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat. Hammaga Ispaniya, Madrid, Parladan alangalik salom. Hammaga Yevropaning vizasi nasib qilsin. Prosta nasib qilmasin. Nasib qilgandan keyin kelib ishlash, yaxshi ishlash, dakansa keyin misol uchun dokumentlarni uzaytirish, yaxshi ishlab uyga yaxshi pullar jo'natish nasib qilsin. Prosta tak vizasini oldim desam, misol uchun ko'p hozir eshitib qolyapman, misol uchun kimdir kelib o'sha aeroportda o'zidan qaytib ketyapti ekan. Shuning uchun kim Yevropaga kelayotgan bo'lsa, akorga ham eslatman. Men So'rov akaga ham aytib qo'yganman. So'rov aka, приглашениеңiz telefoningizga olgan elektron variantini bo'lmasa qog'ozini olgan deganimda, bu kishi qog'ozini olmagani, prosta elektron variantini olgan. Kirishda, Polshaga kirishda so'ragan, приглашение ko'rsat degan, приглашение shunday ko'rsatgan. Marhamat degan, o'tkazib yuborgan. Eshitishim bo'yicha bir xil kelyapti ekan, o'sha приглашениеңiz esdan chiqib ketgan, hayajonlanib, shoshilgandanmi? O'sha uchun aka-ukalar, o'sha приглашение oddiy qog'oz variantini emas, o'sha elektron variantini ham misol uchun kim sizga jo'natgan taqdirga ham elektron variant, men misol uchun kimga приглашение jo'natsam, hammaga original, ya'ni elektron varianti original hisoblanadi har doim. Chunki originali elektron varianti qog'oz variantlarini o'sha kompyuterdan chiqarib olsangiz ham bo'ladi, kisrakop любой joydan. Elektron variant telefoningizga tursa agar, u hech narsa sizdan joy olmaydi. U og'ir narsa emas, katta narsa emas, uni gigabaytlab joy ketmaydi. Megabaytcha, 1 megabayt yoki 2 megabayt joy olishi mumkin. O'shani shunday kelgan paytda shunday ko'rsatasiz, shunday ko'radi, o'tkazib yuboradi. Sizga hech g'ing-ping demaydi. Kelasiz ishingizni davom ettiraverasiz o'sha qayerga kelgan bo'lsangiz. Ana shunaqa gaplar, hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, mana shunaqa ma'lumotlarni to'g'ri tushunib, misol uchun bilmagan do'stlaringizga ham jo'natib qo'ysalaringiz, hamma uchun foydasi tegadi degan umiddaman. Misol uchun bu mendan приглашение olganlar uchun demoqchi emasman. Bu butun O'rta Osiyo xalqlari uchun. Prosta ma'lumot bu. Ma'lumot o'zlaringiz uchun. Menga bir tiyinlik foydasi yo'q. O'zlaringizga foydasi bor. Erta viza olib kelgan taqdiringizda ham o'zlaringizga foydasi bor bu narsalarni. Xullas, ana shunaqa gaplar, hurmatli aka-ukalar, hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Ajratgan vaqtlaringiz uchun rozi bo'lasizlar. Sog'lik, salomatlik.